Sen adamla bile güreşken. Güreşkendeki bir karı bitipla. Siz ilgiskensiz o dedi. Ben kaçan paket desem bu ekranda bek paket çıksa dedi. Ben şundakin kara baktım nazar salib. Qarsam rast semizlik paket çıktı ekanman. Sizlarga shular ko'rilgan demoqchi ha? Shuni bilan uloq chaqchaq deb qo'yma ukam. Sening uyadagi deyishini zapir ekan. Unda chiqtar deyishi bo'lsa o'z aybi ko'rilmas. Zapir deyishi bilan unda ko'rimiz deb chaqchaq qo'yma. Bugün qaraganda ish qilib bir qangacha og'ich kuldiga o'xshaymiz. Aldı bilan men bugungi unutulmas aslim sahnimizga kelgan karxonchilar bir tunishtirib o'tgandan keyin anda suhbatimizni boshlagan bo'laman. Bizim unutulmas aslim programmamizdan xos namini olgan Şinjan Gül Oz şirketining qurg'uvchisi Abdulat Yusuf Malim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Unutulmas aslim programmamizda alayda qo'llagan Şinjan Loqman Hakim Biopentexnik çekiliş şirketining bosh direktori, tibbiy fanlar magistri Aytura xonim, qarshi olamiz, xush kelibsiz. Şinjan Senem Liangli Gerim Buyumları Sosyal Şirketi'nin baş direktörü Roşengül Hanım, qarşı olmanız, xush kelibsiz. Şinjan Madar Biopentexnik Çekiliş Şirketi'nin qurg'uvchisi Mamtimin, qarşı olmanız, xush kelibsiz. Şinjan Sarsayli Xalqarалық Sayohat Kooperativi G'o'lji tarmoq şirketidan Fayzulla, qarşı olmanız, xush kelibsiz. Ürümçi Inda doktorxonasi Davan yo'li tarmoq doktorxonaning doktorxona boshlig'i Keremjan doktor, qarşı olmanız, xush kelibsiz. Ondan başka yana doktorga bir qo'pab salom qilib o'tdi. Nima ish qilsan, yashirib qoldik emasmi? Bizga eng lozim bo'lgan doktor. Yo'q, yosh ketib qoldi. Ondan başka Loqman Hakim aslim uyimizda aziz mehmonimizga jo'r bo'lib o'tirayotgan Şinjan Bektor Savdo Çekiliş Şirketining qurg'uvchisi Shahzoda Bakri Bektor xonimni qadam tashrif qildi. Qarshi olmangiz, kelibsiz. Unutulmaz aslima. Endi söhbətni başlasak bulamdı. Beyle, endi bu mehmonlarni tunishtirdim, lekin men endi shu mehmonlarga salom yo'llayman. Voy, bo'ladi. Shiri salom yo'llayman. Ekran oldidagi ham shu nahmalardagi barliq san'at kasbida shug'ullangan kasbdoshlarga bir salom yo'llayib o'tay. Bo'ldimda? O'z baxtini o'zi izlab ayniganlar. Kuychimizdir bulbul bo'lib sayrganlar. Ma'naviyat qadrida qaynaganlar. Sahnelerde çolpan gibi parlaganlar, unutulmaz eslemeden bir salam olsun. Emdi şu ecri bilen tırışıp, iyilik tiklep, şu karxana koygan karxanıcılarga bir köpte şiirim ba. Körde olturgan dost burader qarindaşlarım, ecri bilen kurdurgun şirketlerini, aziz tininglar aman bolsun, xotirjamlik hem tilaymiz ecringlarga bereketlerini. Programmadaki barliq xizmatdoshlarga bir salomim bor. Voy, rahmat, yo'qinka. Jam bo'libdiq har soha, har bir kasbdan. Natijalik bo'lsin bizning xizmatlarimiz. Salom bo'lsin sizlarga Qosim qo'shiqdan unutulmas asl programmasiga azimatlarimiz. Endi shu bizni yaxshi ko'radigan, shu barliq aziz tomoshabinlarga bir yurak so'zim bor. Bo'ldi. Tirishinglar aziz xalqim, bo'shashmay hargiz. Bilisiler ecirinin tegidir altın, ekran aldidagi qarindoshlarga unutulmaz eslemeden salamni yollaydı yalqın. Unutulmaz esleme programmasını hamma qiziqib ko'ryapti. Tunigun aldığan ko'rinishni bir kun keydiga sürüverdi. 30 yıl san'at hayotida qaldim sahnaga ichkib, saqlatıverdi bizlarni karxonchilar kechikib. Xalqni söyleyen artistmen, yo'qdir bizning saxtimiz, programmani boshlayli, qistir bizning vaqtimiz. Başlasam. Başlaymiz. Sizga bir şiirim bor. Yerimdeki yigitning ismi İshaq Sulayman. Sualing bo'lsa so'rval, keyin qilib qolma pushayman. Gül Davdur Pipiti içimdeki işletilgan Davdur Pipiti katı talep import kılınan bu, terkibideki pipitinin koşuş miktarı 97%'nin aşıdı. Miktarı yukarı, sümürüş asan. Gül Davdur Pipiti tanışaş, toluklaş, tazlaştın ibaret 3 xil rolu arkalık, hücrerini asıraş, cigerini qoğdaş, kan şekerini töveltiş, kanını calandırış, artırı kıç karıştırış, börekini kuvvetlep bakını küçeştin ibaret 5 çok önemli iş kaçırdı.
Hey, rahmat Cumhur aka, Yalqınqa shunchalik programmamizning beshidala unutulmas aslimimizda ajoyib kulki chaqchaqlar bilan bizga rost bir unutulg'isiz aslim qoldirdingiz. Baytam dedi Qosim Qo'shoq debchi. Yalqınqamninki mush ismlar, laqablar Bahchiq, Imin Qalanda, Yalqın Satrash. Mana hozir laqabingizni chaqalsamlar mandala qildingiz. Ochig'ingiz keladi-ku, ha? Ya, endi xalqimiz desa, Mayli. qo'shildim, suyundim. Endi o'sha karxonchi va qalanda, palada deb yursa, yo'q 11 yoshga adamni qopolmamdik ama. Biraz men billa mansaqmi? Uşaq qo'lli bo'lsin, cho'ngli bo'lsin. Imin qilanda desa, "Ma divannim dardi" deb ishimcha, bunda qaraydim. Ki endin bundan suyundim men. Nimishqa desangiz, biz xalqning qalbidan ashunchak urnagan ekan, xalq bizning ismimizdan rol olgan ismimizni aslicha saqlab, to'g'ri. Ashundan suyunib deydi ekan. Ondan keyin siz degandek Satrash dedi, Mozdoz dedi, Dötmelim dedi, Qosim Qo'shiq dedi. Ashuna bilan ulug'imi rastdan desam bo'ladi, mana yurikimdagi so'z qattiq ishkiliniz emas, ashunda degandeklar, ashu xuddi menga 1 million pul bergan hissiyatdagidek shunda suyunib qarayman ashunga. Demak shu deb ketib qolgan bo'lsa-mu, atay meni bir ko'rsin deb, unda qarab kulib qo'yman, unda qilib qo'yman. Herkes qopolmayman. O'zimning bir shaxsiy ideyasi, men haq qilmagan nima ishni qildim. Faqatla bir 4 og'iz so'zni qiziqarli yomurlik qilib, haqdan 50 santi ustun sahnaga chiqib, shuni deb berdim. Ash talantimga haq meni hurmat qildi. Shundami? Masalan, mendan 5 metr, 10 metr egizlik chiqib tam qo'ydigan tomchilar bor. Uni biz, "Voy, tomchi" deb yaratmasak bo'lmaydi. Uni ash biz qilmagan ishni qildimi? Ashuni cho'qim hurmatlaymiz. Endi shu Satrash deb ketamiz-ku, eng go'zal buni. Endi bir ideya bo'lganda haqiqiy insonparvarlik bo'ladi. Mana Yalqınqamning shu oddiy, night kamtar, samimiy bo'lgan qalbi haqiqatan hammamizni o'yga soldi deb o'ylayman. Mayli siz qaysi kasbni qiling, o'zingizning shu oddiy kasbingizni hurmat qilib, unga muhabbat berib, uningdan natija chiqarsangiz, mana buning o'zi bir go'zal tuhfa. Shunday bo'lsa. To'g'ri. Unutulmaz əslime. Sizlarning oila shunday san'atkor oilami deb so'rsam bo'lamdi? Bo'ladi. İsimde qilishcha, yaşson, büyük daimiz, ijari kemetishni qarshi olamiz degan bir turkum naqshlar bor ekan. Ashuni anam ochmoch o'qibdi, isimda maqabdi. Endi shu anamdan qolgan irsiyatmi, men shu chaqdan tatib, mana nimani o'qimaydim, aktyor, urlash bir meni. Ammo naqsh g'abisim bordi. Hech kimda yo'q bir radio bordi bizning uyda. Esib qo'ydik, bu shu qashqaqliq naqshlar nayt ko'p chiqdi bu radioda. Ay, yo'llanib, ashdan olib, billa to'lab o'qib ketdim. Ma suratga qaraydigan bo'lsak, bu suratdagilar sizning oila. Suratіңizga o'xshaydi, ha? Tanışıp ötsek, bunun da meniki ata-anam yok. Endi shu dopiki bo'ltagan o'tirdiki, meni dadamning o'rnida bir uyda cho'q qilib baqqan. Akam, ma yendikismi akam. Qolganlari shu akamninki ballari, o'g'illari, kelinlari, ma bu mening oilam bo'ladi. O'g'lim yaqinda to'y qildi. Kim? Irpanja ismi. O'g'lim demsiz? O'g'lim. Ayolim, men mavi kichik o'g'lim. Mana mavi meni bakka opam. Özümdeki esli Edisi oludu. Acısı oludu dep koyamdık. Acısı. Meni 30 kunluk bo'lganda bu apamninki farzand ko'paygan bo'lib qolib, yo'ldoshlar maslahatlashib, meni 30 kunluk bo'lganda beqib olib, meni beqib bir 3-4 yildan keyin yo'ldoshi kasal tugab ketib qolib, shu apam meni ilib, onamning qishig'a, tuqqanimning qishig'a yenib kelgan. Kelgandan keyin men shu ikki onning oralig'ida biri tuqqan onam, biri baqqa onam, ikkisi meni beqib cho'ng qilgan. Shu aralıqda sal agroq cho'ngib qolgan. Balliq chaqlaringizda ajoyib bir o'ylasizlardan kulgis kelgan bundaq bir qiziqarli aslimangiz bor ekan, to'qsiz bu shu bir xalta unni setib deb.
bu sen ne işleysiz? Ulunun birisi sen. Şu asmanız bek bizge Ya tesir kim dep berdi bu gapni? Onu tapmasak olmadı ya Ya aşı gapni deppeге tapsak olmaydı. Nimi körsem көрünmen. Edemnin mında bir yaxşı yerleri demey, nerede kim bağlaqları neydi gen? Yok. Endi üçten tutlanmış o Şinjan sana şu yendin. İn tamele aladı eken balatallıqlı kepti dep. Men bilen güzel dep bir sağlıkçımız vardı. İşkimiz de köstük edi. Apam dedim bu gapni. Munda istem, balam, bolda qala o'qishni o'qiyasan deb shuna dedi. Shuning bilan astiqanda qilaman deb shu chaqlarda biz maktabga un topshirdik. Un topsak maktab tomoq berib berdi. Shu tomoq beltiga 3 vaqt tomoqni o'zimizga loyiq elib yeydik-da. Qo'sqon barchilib qashqani bo'lsin bir ko'rib chiqaysan. Deblar shu bir xalta undan shu vaqt bir xaltadan 18 ko'ydi. Deganingiz rost. Setib etdim. 18 ko'y pulni ancha qilib aytsa kira bir ko'y 20 pontda qashqaniki avtobusda chiribdi. Chirib ketdim. Chirib izlab so'rab yentef badam. Basa bu kunimiz suallar so'rab qo'yib shu tizimli bilib lam aytganlik indan boshlaymiz. Tayyor qiling dedi. Shundan ota chirib endi mush bir xat yozishga bir ko'y 20 pont to'lamdim men. Chiqsa meni bir ko'y 20 pont. Bu qanday gap deb o'zim misal meyslardim aytib chimaymi degan hissiyatda bo'ldim. Yenib chiqib mendan aytsa to'xtabdi. Chire, hiç olmaganda qanday intan berishini ko'rib chiqsam mesab deb aytishchidim. Desam ular har xil savollarni so'radi. Men naqsh qo'ya olmayman. Deganda bilaman o'qib beqing dedi. Saz-paz birdan bo'lmagan ekan. Quflaqan tutib to'ldi. To'lsam chavoshib ketdi bular. Nimen to'g'ilgan bo'g'aytding? O'ziga qo'naq yaydim, o'ynab kelib chachmaslar. Mark pulli bir mocha xanam xat yozishdi qochmaslar. Ayshimgul bolavay, kuydim ben sana. Deb o'qirdim. Apamga apa, meni mo'yindan maqtab ketdi. Men utidiga o'xshayman. Sen nima ish qilib mo'yindan qilib berdim, chavoq chelib zodi qayta bir o'qib birin deb ketdi deganda keyin men bir chirib aqay deb. Apam meni tilab bir kun ishida. Kirani apam to'lab berdi. Pul menda bormi? Qoldi ha. Deb shuning bilan cheganda keyin u kuni kesib deyin tamaladi bizdan. Kesibdan. Ilk bir vaqalikni deb berdi, ha o'ynadi deydi. Shu kuni chegandek bir ta'lim bordaklar shu, ha chegandeklar shu opaymo, "Yolqincha keldingiz bolam" deb ketdi. Opam buni tushunib ketdi. "Ye, mening bolamni muopala berib qopti, bolam" dedi deb. Shundan kesib intamda savolni qo'ydi. Uni o'yindiq o'ynagandan keyin endi o'zimmi hozirmi rastdan desam, ashuni o'ynab baq desa, anda qamlashtirib o'ynamayman. Shundan maqtab ketgandan keyin opam mendan yondirib chiqmaymini Qashqar yotoqda qo'ndadi. Japa chiqsa bolam yo'q chiqib chiqdi deb. 3 kun birga turdi. Sapıp kaldınız hakikaten. Vah çınarlarda çay koyup yereyim. Testi berdim ufka. Bu Ali mekteplik vaxtınlar mı? Bu şu mektepte o'qigan vaqtimizda shu Daxo'ytangda bir kino ko'rinish olgan bo'lib qolib, shu mektepdagi bizning sinfning bolalardan tanlab, shu bir ko'rinish va kiyim kiyib kelsanglar deb shu oppadi. İşki samsığa afkan bir kecha olagan ko'rinish ma bu. Ma bu ubul yo'qliq sog'dishimiz. İkimizden oturuştaki atışlık Savut degen meningki jutuşum. Savut deb ancha ikimizning bir hikoyalarim bor uni bilan. Biz için de anlamışız Savut bilan ish qilib mektepte acayip qiziqarli ishlar qilib kelishlar. Bu bir tomoq voqeasi. Adamning 100-yilga Ya aşı aslında bir anlayla qiziqarli. Bo'pti, endi uni hozir qishloqim bilan shu chaqlarda hammamizdan 5dan o'tgan ishlar bu. Endi 3dan tushlar bo'lib qolgan. Buni deb beray. O'sha yakshanba kunda aran keldi bu demeli işte qattiq qildiqchu. Ertaga tomoqim bormidiq. Shuni qarasak shu soat ikkimiz qaptiq yotoqda yotgan. Bu mendan buraq uyg'onib keyin qilib opa shular nega bo'lsa tomoqqa dedi. Chiqab buradan do'qib. Bizni chalab chiqishiblar. Mangdiq. Shu ittifoq teatrining oldida tushdik. Mangsam bu ittifoq teatrining qayshida hozirgi nima shuni qayshida bir taniq yo'lda tav kapı vardı. Yaman dağılıktı. Şu yıllamağında bu poğaça, vay! Dep şu çiğdok çiğsekla tav kaptın birine, tuxum çaktırıp yugure, deydi mesin bu? Bunun da pul vakit. Çilgima yok dep kıyaptıken. Dep ben hatırcam oturma, o konuda benim ançminçe bir 20-30 pulni
tıkıp koyduğun işim var çok. Çamdakına kılıp sanmayma. Kiyim kişkinin tekide bir jigim otuz köpüp tıkıp koyduğun kuyum var. Bu çokum yalqındı şu tıkıp koygan pulları var dep başlaptı. Ben o çakırgan diken onu da pul var dep meyaptık. Sonra oturap poğaça yedik tabakını. Ügürü çıktı tıkım çıkıp bunu içtik. Qo'sh qazaydik da hamda. Bayvalıstek. Sonra yep bo'lgan ekanlik go'shtning shirini suldi emasmi? Debdilla vaqt qog'oz ishlatmaydik, juydik. Ishning oldiga chiqib pulla qo'l yuvib jiray deb chiqib ketdi. Men o'tirib qoldim, yotib qarasam yo'q. Yeni yo'q. Qo'lim chiqib. Suv ichib qilib qarasam yo'q. Voy bu qanday gap bo'lib ketdi deb tilpi yo'qda ham dala qilishgan vaqtida voy qani sen dedi qanqa. Xijilib chirib yana o'ltirdim. O'tirib kallamga kimiga qanday qilaman deb o'ylab yekin chiqaramay turibdi. Kesdim shu it otib olgan ekan. Ash qilgan qadamda betib baqay boshqa kelganini ko'raman. Deb qaytadan qo'limni jug'ini chiqib bir turqum ko'zim yo'lda birisi olib diqqat qilmay oyoq qarab to'stab oshxonada shunda qilib turiblar yolg'andilla. Voy, savut deb qo'lim mo'ynda pullarni tutgan bir yugurib ekanman. Ishbaq teatrga keldim. Kelsam, savut degan og'inimiz langara tumi emasmi? Shuni tumi. Shuni yo'lda bundoq qilib qarab turdi. Ey, nima qilganing bu? Nima bo'ldi dedi. Pul төлемей кетсең болсам, сен де жоқ. Мен де немешқа төлеуге дедім ғой, жоқ та. Мен сенді баштағанда сен де ба деп демедім. Мен сенің пул тықып қойдыға ашығым атып, шоң ба деп демедім. Ой, болды қача маңа жүрем, жоқ кемді қылмай. Деп, ұдыл еніп шыққай, бәнді қызықшылық болсын деп, баллыға деп бәдік шо. Şu eğizden eğiz götürülüp hazır kaça. Aşını ballamı unutulmadı. Şu savcı bile küreşkendi mi? Aşının lobunu bir bilsek. Aşı neydi de hazır? Aşkazın tülübesek utyaman sep tutu deb hazır kaça esnep turmiz. Buni men bir oynatqan. Ürümçik bundan bir kun burun chiqqan maktabga. Ertasi savcı keldi. Sen turunga kelgan neligi bor dedi. Xonsanga bor dedim. Tugdab keldim dedim-da. Desem berib kelmaylikmi? Ko'stib kel dedi. Ma'qul. Deb kallamda shu birinchi yo'l shu nereden chiqsak udul Xonsang bor deb o'ylayman. Tushib turdik, birinchi yo'lni avtobus keldi. Dekkini saklab chiqdik. Biletni oldik. Mana o'timiz. Bir vaqtdan keyin en ahırkı bir ket sende o bir ken. Şöyle bana diken en mi şüphe ket taptuz de. Konser geldik madaş dedi. El dedim. Şu karşılık zomçek tumaktak bir işte takva dedi. Başka işlemi yok. Konser muşuma bir ormanlar munalar tuttu dedi. Onu kisvetke okşaydı. De bir taraftan bir taraftan çandığıma otume. Şuna ulan asla birsin anıl kötme soğudum. Konsergi kanda bardı. Dep şu desem. Oy, muşedin düşüp mansanla barısıyla ayakta konsen, yişo yentiripte. Siz karşı yerip düşüyorsunuz da ama... Ben şu aptoza çıksaklık apır deyip mayak bağına çıkıp baktım yani, ustatlık kılıp. Desem, bir zanlık kılamdığa, seni geldim dedi. Şunu ulan, Uyage opadım, bağıç bağa hikayeyle var, onu ma Abdikerim, ya ben zanlık kılıp deyip durdu. Demek bu şu Abdikerim kan bilen bo'lgan sizlarniki güzel aslimanglar bek ko'pga. Abdukerim kamdan anglab baqayli, sizlar o'tiranglarda qanday bir qiziqarli aslimlar bor ekan. Salam, hurmatli ko'rganlar. Yalqon seni bu program qatnashganini anglab intayin xo'shal oldum. Hamda sen to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Ikkimizning hikoyasini aytaylik. Balkim esingda bo'lsa kerak, biz 1987-yili Şinjan san'at sho'yaniga imtihon bergan chig'imizda sen bir naqsh aytgan. Bostanchash bola deb. Buni teksti menga bak ta'sir qilgan. Ögüzge konak yoydim, oynak gülüp çaçmışlar. Merkip bo'lib, bijmoçan xatirishdan qaçmışlar deb aytgandim. Şu vaqtda sening bu yumoristlik xususiyatdan, xarakterin qarab men intayin hayajonlangan ham xo'sh olgan. Sening bu hikoyalaring nihoyat jiq. Uningdan keyin sen yana shu Savut bilan Abduzda manslar. Abduzda menib vaqtida oldishikdan chiqib, madem kenishikdan tushdi. Siz shu kenishikdan chiqib, kenishik turib olganda, zamadam seniki men ko'rib shabsha dedi. Yana bir adam keldi ekan, shabsha deb so'raydi ekan. Yana boshqa bekat kelganda ekan, bir necha odam seni men ko'rib shabsha deb so'rganda ekan, bu shabsha degan o'sha salom qilgan bir gap o'xshaydi deb Savutni sen boshlab Atoyatın Abduzning oldiga chiqib, oldidan keyingicha hamma odamning mirisiga yalqin shabsha deb bütün odamniki yalqin sana shu mirisi ko'rib chiqqanligini o'zing bizga deb bergan. Bunday hikoyalaring nihoyat jiq seniki. Uning ustiga seni ta'riflasak, sen nihoyat oq ko'ngil yalqin. Sen nihoyat samimiy, sadoqatman
do'stga nihoyat sodiq, oilangga mehribon, shunday bir yaxshi saboqdoshim. Men sendek bir saboqdoshimga bo'lganligidan intayin faxrlaman Yalqin. Voy, rahmat, Abdukerim ustoz. Abdukerim kam bilan o'sha Yalqin kamniki hamkorligini biz ekranlarda ko'rgan, ikkinlarni o'zgacha bo'lgan obrazlar bilan hozirgacha bizni har vaqt kuldirib kelyapsizlar. Sizlarga bo'lgan hurmatimizni ajoyib ko'r. Sizlarning o'sha e'tibor o'rlash jihatimi cho'qim hamkorliklar bek go'zal natijalik bo'lgan deb o'ylayman. Shu chaqlan bir eslab boqaylikmi? Endi men Abdukerim bilan qanday e'tiborimiz jonliq chiqadi deganda, men Abdukerim biz o'qigan saboqdoshlar o'qib qolsa, bir-birimizning fuyini bilamiz. Men debda yo'q gapni meniga desam bu jo'qib o'zitdan chiqalaydi deb ular menga ishonadi. Men og'zimga gap kelsa, shu qo'shab beytib, deyman, alig ishlaymanda, o'tsin chiqadi deb. Shu xalq huzurlanib, kulib, chavoq chaldigan yerda debda yo'q gap bu. Mesela birim deb biray. Halqi shaldir shikil deb aytib qo'ygan. Ashuningda shaldir shikil. Ashu halqi chovsu va aylanib men degan bir gap bor. Tamasha bilan kuliblar qilib qolgan. Ashu debda yo'q gap bu. Shunda ular deb ustam, ta aylanib maslam mevada joting va deb agibda boshqa so'z qatdi demayman. Turib qoladi u. Ya boshqa gap deb qoladi. Abdukerim uni o'tsin chiqalaydi. U qo'shgan gapni o'tsin men chiqalayman. Şu agep dedim desem o kaçdılar. Kapamızla kadar dönüken çalışarak unutub kaptım ben dedim o. Bana mavu tebi çıkan gep defter yok burada değiştirmem bana sendil çıkan gep. Bulup mu yeni bir şu itotonlarning arasındaki sizden aytgan bir naqşınız, xanim degan bir naqşı bek modub ketdi o. O naqşını o şu bizden jutun naqşısı. İtottum üzümüz oynap naqşını üzümüz okuymayız degendeki ne dep naqşlarla bassam, "Her naqşını okuysan" dep şular dedi. İtotlar qanday ixtiyoriy odamlar deb o'qigan. Keyin o'zbekistondan o'qidik. Umi yaxshi ta'sir qildi lekin hozirgacha mana birek beriblar, "Oy, meni endi naqsha qo'y deb bildi. Yalqin naqsha qo'yasan desinlar, men sanaga shunda mang'ichillar tamash barastamisi, me'morlar orasida. Xinimni deb chavoqchiladi. Oy, maqi jinim, o'qimam degan xinim deb qo'yadi. Bizmi shunda yaxshi ta'sir qildi unda. Yaxshi ta'sir qildi shu. Talab qilaylikmi? Naqadan aytib bersinmi? O kuch naqsha o. Kuch naqsha o. Uzoq naqsha. Qisqartib bir ko'pchilik o'qoy. Endi o'zinglar ko'rdinglar bu naqshaga shu bizningki Abdukerim amliz dum tushgan naqsha. Sizlar degan naqshni qilmaganlar bor oqshom yerda shuni tikrek chiqroq o'tirasizlar dum tushib ishlab bermayman qilma. Andas baş avtobusda o'qigan yerlikni o'qib berishmi? Ashtalabuzda. Unutulmaz əslime. Bizning ay buloq beshida xine vay kesile tapalamlar işçiden ilip koydum xinem kol salep açalamlar. Oldu mu Acet? Otur aka. Toynumu qilib olding. Yaxshi bo'pti ukam. Illiq oyligi nima yesin? Shu. Muhabbatning taptidan qishdimi? Illiq o'tirgansan-da. Xotin elib turmush gullidi. Senşin bilan uyum illadi. Sho'xlanning senshinsini maqtidi. Al, pokiz yashab muhit asrash. Bo'ldi-ku tal. Mavo, çalığımı, koyğumu, topuğumu düşürdü. Muşa dursa gapmi shu. Ancha machonda. Oldidan to'xtatib manda deyman degan gap. Rahmat, makoningiz men tigil oldi. Rahmat. Ammasınız xafa qapti deyman deyman. Ya men xapamadim men. Aldınız olsun oyna. Ya qarang, men xapamadim, men ammay sovuqdingiz. Rahmat. Unda xafa bo'lsangiz ering abi shuni. Alay, ma'qul. Rahmat, ko'p rahmat. Bundan keyin bir narsa aytganman mening uyimga. Endi xotirjam bo'ldim. Haras, yo'q, gapni turib o'taymi? To'xta. Mana mushundagi gapniki birsi manda deysan.
dep yoki og'zi deppagan yoki depda gezpagan yeri yo'q. Ishtim tutlar bo'lmasa pul qarz to'laymiz, bir to'laymiz-ku, gapni to'laytaymi degan gap u yo'q. Qanda o'zimni o'ylab baqar emas. Turiblar, ha deplar bir g'ayri bir gap bo'lsa degan ideya kallamda bosh ular haras gapni to'laytaymi deb abramsiz tushirib o'tdim men ssenariyasini deplar kelib qolganga. Shunday gapda nay tatlaq chiqadi. Har xil rollarga chiqsiz shundaqmi? Bo'libmi xonim qizlar bilan chiqqan vaqtlardagi og'a rollarimiz nihoyat tabiiy, nihoyat chin chiqadi-chu. Xuddi bir oylik ishlardek. Endi uydagi xonimni ko'rib qolgan vaqtida, adimiz ko'rib qolgan vaqtida, ba'zi vaqtlarda sal beyaram bo'lgan vaqtlarim bor deb o'ylayman. Tazi bafkam 3 kilo bor. 98-yili unalga aytib, satrash degan. Shunda qizlarga charchab qilmayman deb bunday qildigan harakatlari bor. Shu dal shuni o'ynagan kunimiz, o kuni men o'zimni ushto'g'an degan sal ichilib o'yindimmi yo shu kun shunaqa bo'lib qolganmi bilmayman. Ya maraq o'ynaytibman. Xedem deganga jinimni qo'shib, manda qilgan yerni yedim qo'shib, manda qilib o'ynaytibman-da. Bu yolqin ondiq mandig'i deb meniki sandik harakatlarimdan sal qustur chiqarib oshirib yutibdi, onda qildi, manda qildi deb alimdan chiqib tegib qo'ygan bo'lsa kerakmi-ki? Shularni san tutibman. Uyga keldim. Kelib shunda qarsam ayol toza budujir. Mijozri. Bir qarsam bir yerlari g'ilpal turdi. Siz bo'ldimda, ha deblar. Shular to'xtabdi deb boshqa gaplar qilib baqsam toza ichilmay bir turib. Nim bo'ldi? Deb shunda desam, "Sen o'zingni bilib oljima?" dedi. "Voy, nim bo'ldi sen bilib olib?" desam, "Ertismen deb turadi, oshmisan. Her ish yo'lda bo'lsin." deb so'zlab ketib qoldi. "Voy, u degan manda desam, oshini manda qilsami bo'ladi, otoyn mushalarni silab bunda qilib ekansa." Dedi, endi to'g'ri tushundim. Agar biz ayol kishi bo'lsak, bu shunday bo'ldi-da endi. Voy, bu kasbning ehtiyoji desam, tas to'liq tushunamidi? Endi asta-asta uni to'liq tushunib qolishdan o'tdim. Unutulmaz əslime. Yalqınqa unutulmaz əslimimiz acayip güzel əslimlərə çömülüb atıdı. Hem de bizning bu programımızdaki en yakın bir noktası var. O bolsun Gül Oz unutulmaz əslim xərsandımızga siz to'g'riliq kasbdoshlaringizdan, savodoshlaringizdan, ustozlaringizdan shundaqla qizg'in ko'rmanlarning nurg'unlig'in xatlar keldi. Bo'libdi. Burupdan paranlı şivirle aşağıda gayvetim bu kas yaman gibi bu kas bakadır açığım gelip keyif buzulmasın. Boldu qillar xatni. Ya, ben be o'qib baqay. Bir parça xatni tanlab, lekin bizning diqqatimizni qo'zg'adi. Shunchalik mehr muhabbat yozilgan bir parça xatga. Anda olsanglayli. Unda qolsa siz men bir o'qib bersam, mush savog'dishingizni bir eslab baqsangiz, sinfingizdagi qaysi savog'dash yozgandi bu xatni? Savog'dash? Salam Yalqin. Yaxshi turyotamsa. Uzun bo'pti sen bilan ko'rishmagili. Mana H5-gacha o'qish bitirganimizga 33 yil bo'pti. Men doim maktabdagi vaqtlarimizni eslayman. Sen bak qiziqchi, bak oq ko'ngil eding. Sinfimizdagi hammamizga shundoq yordam qilatding. Sen cho'chir bilan kesib lag'maga bak amraqding. Uy tamig'i deb bak cho'ng bilatding. Shunga Urumchilik savodoshlarimız seni to'la uyimizga ketdi. Sen bizning uyga otishliq tamig'i o'xshaydi deb to'la baratding. Doim dadam, opam, akamlarni qiziq gap qilib tiliqtirib o'tading. Esingdimi? Biz bir kuni necha savog'dosh kesh qoldik. Taksiga tushishga pulimiz yo'q. Yo'yingsidan minib kelishga to'g'ri keldi. Qaytmasak, ati muallim bergan etot topshirig'i bor. Sen yo'lda mang'ash qiziqarliq paranglarni qilib, bizni kuldirib, yo'lning yiroqligini faqatli bilindirmeding. Sen bak kuyimchan eding. Savog'doshimiz og'rib qolganda, qattiq qishda doktorxonaga karvat oparaman deb qo'liqing ushib qilib, xeyli dadini tatqanding. Men og'rib qolsam, menimi tamoq to'shib boqqatding. Esingdimi? Akamning to'yida o'ynagan qiqas usullaring. Hey, vaqt nima degan tez o'tgan ha? Mana shu sabiy bolalikdagi biz endi 50 ning qarisin og'allar qatoridan o'rin oldik. Balalarimiz cho'ng bo'lib qatorga ketildi. Qapqari chashlarimiz oqardi. Bizning uyda sening gaping to'la bo'ladi. Kesken lag'man assakla hammamiz seni eslaymiz. Bugun seni Urumchiga keldi deb anglab, seni uyimda o'z qo'lim bilan etgan
kesken lag'man yeyishga taklif qilib keldim. Bildim. Shu Haqiqiy bizga uydan ayrılgandan keyin analık bikrini ıssiq tamoqni bergan qizaloqchimning opasi bor. Men shu uydan nayt üzün oydek erkin tamoqlanib, shu yerda demilib, o'ynab, bilib berib kelib, u bo'lsa-mu birdan-bir ularning tegi atışlıq ekan, atasi kiyimchilik xizmat qilib ekan. Meniki saboqdishim xon qiz bilib oldim. Bunu da onda xo'shallik manasida aziz mehmonimiz Şinjan Qatnash Transport şirketining pensioneri Xonqiz Mamatni taklif qilamiz. Voy. Endi ikra orqali shu Xonqiz so'qishim rahmat deb salom yo'layman desam, naq maydonga keldik. Unutulmaz əslime. Yalqınkan bilan ishqinlar savaqdash paytim deb o'tgandek. Endi lekin biz sizni ekranlarda ko'rmadik. Dadam meni bir tal qizim, 3 o'g'il, bir tal qiz bo'lgandan keyin men o'zining idorasiga uy bilan idoraning orlig'iga yaqin. Mishada kelib ketib shusun deb meni qatnash nazar tarmoqninki shirkatiga ashaga meni aketgan. Shu men bu kasbni qila olmagan. Lekin kasbni qilamaganingizdan azroq ko'nglingiz ba'zi yerim bo'lib qolamdi. Bu yerim buldu, lekin men shu yerda gonxoy xizmatini ishlab, riyosatchilik qilib, usul yetakchilik qilib, qishaq etotlarni ishlab, ashaq qilib keldim. Shunga azroq bo'lsa-mu san'atni qila oldim. Yani davomlashtira oldim deyman. Sizlar qaysi bir yerdan minib kelgan vaqtingizda deganni bak eskartibsiz. Moshining uyidan onun üstüge bu kesik lag'man degan qo'saq to'bilgan tamoq ketdi-ku, amroq qo'g'im bilan. Yo'ldan yerime kelganda qo'saq eshib ketib. Tutqolda jarqanmay shuni qo'saq bilan naqsh bilan ekelgan turib. Shunda vaqtda bir qo'shiq qilyapti buningki. Yolqin ha? Qaysi? Voy esimda bor. Uzun yo'lda menga piyoda menga qolmadi moda. Voy. Yani nima deydi oxirindigina? To'xta. Bir itot tapsak bu topshiriq bo'ldi ada. Tesla'ga 5 bo'ldi. Tesla'ga 5 bo'ldi. Chiqmadi sada. Tamoq belti tugab ketdi, pul sog'in dada dedi. Undaqdan. Aşo sizlarning oliy maktabdagi vaqtinglarda yolqin kamish qilib, mush kasbga nisbatan, darsga nisbatan ajoyib aktiv ekan to'qa. Vaqtida biz nazariya darsda tez gap qilish mashqida qarakala, aqkala, endi bizning uyda 4 takcha, 4 takcha debjo, mushta bir qator tez gap qilish mashqiyati. Undan keyin etotlarni kunda bizga bektin beratdi. Bo'lganki buni qanday qilamiz deb biz maktabning yanında yoshlar bog'chisi bor. Shu yerga bir qiz o'g'illar, shu yerga bir shun kashk takrorlaydiqda. Takrorlagan biz qizlarni kesh yo'lda deb qaytib kelamiz. Bu o'g'illar shu yerda takror qilib bir qismlari ketib qolgan bu yolqin takror qilaverib, yerib charchab ketib, shu yerda bironta mushib aeroplanning bir joysi bor ekan. Cihazning aşağıda içinde yerib charchab birdan yetib olay deb shu uxlagancha atdiga sunib kirgan. Kechdi bir o'ygangan. Voy, nim bo'lgan o bir deb bering ha. Lochtek bir o'tirib baqay deb o'tirib xo'sh yiqib ketib, ko'zim o'qib ketibdi. Shuni bilan bir joyda o'ygandim, qarsam qop-qorong'i turdi. Soat yo'q. Halqi o'g'irlab olgan soatimni birsi. Bizga bo'lsa pul bilan bir soatimni o'g'irlab olgan. Saat neçe oğlum okumayım mı? Boldu. Bir şey de yatay. Baytazı uxlattı bir tanıtıp kala. Dep kirip uykum gelem dağın. Qoğan çıktı. Bir çağı dedi uxlap kaptı mı? Uxlap kalıp ettikende uygunum qarsam gün çık gitipti. Bakçı diyatı mı? Uyakanda kılay. Dep şu yerden şapaşlap sınıp kıçıydım. Ben sınıp kıçıysam belimle beni soruştu kılıp yatak tıkılı akşam çiğmi de dep bu neye ketti deyişip durup diken. Ne vadınız dedi? Tursuncan belim. Rastın deymi desem dedi. Muşunda uxlap kaptı ben. Hazır şöyle kopap dedim. Yüzümden jumudu. Dep şuna desem tek bişnim beğenmedi. Herkes andaşlı qılmang, öyle çıkman keçti qanap qılmang, cemiyet xatarlik. Dep terbiyeni qıldım maqum elim. Dep ko'nglimda meni qattiq tillaydi degan eslatib chekendim. Shuni deb xotirjam o'ltadim. Shu ish
Unutup kalmapsa ha? Oy, unutmadım. Eski yerimni fakat unutup kalmaysan Oy, sen. yana bir əsliman var tehe. Meni bek aldı etken. 88 yılları isinde barmı? Aktörlük kesimining 2-nji yıllıqda okup atqan vaqtimizda Səlləşidik bulatıq. səlləşimiz. Biz alışık olsak. Şunun bilan şu vaqtda nazariya darsda biz ders anlavatsak, bir vaqtda bir chikni içip, yolqun meka deydi. Şunun bilan ha deb chiqsam, esin keldimi? Şunun bilan hay, hozir ining kepti, seni darhol 2 kun doktorxonaga borsin deydi. Mush opang yiqilib, doktorxonadagi so'ngak bilimidagi deydi. Doktorxonaga bordim so'ngak bölümge. U yoq qizlayman, bu yoq qizlayman yo'q. Şundan ve uyga bir berip kelay deb, şundan darhol uyga bordim. Uyga borsam opam o'tirdi. Qo'y qaramışda, yolqin meni, mushta opam mushta yiqilib tushib, mushta doktorxonaga degandi deb o'yladim. Opam da turib ketib, "Ey bolam, ay bugün 4-nji ayning biri seni aldap qo'ymagandi" deydi. Unda o'ylasam shu 4-nji ayning biri ekan, meni aldap demasmi bu? Oy aldamchi. O ne başkalar kalsa hap olup kaldı şu hem de. Cidden kılışı mümkün. Onu ben öz köygen yak adamlığı aşında çak kılıp diye işte. Ben çok unutup kaldım maaşını. Ya qara. Unutulmaz əslime. Salam. Her vaqt bizga ma'naviy oziq berib kelayotgan Unutulmaz əslime programmasidagi barliq sevimli xodimlar, yaxshimisizlar? Yolqin bilan men sana shu yerdagi savaqdosh. Savaqdosh emas, qirindosh. Endi Yolqin xalqimizningki faxrlik san'atkori. Mening bir yaxshi qirindoshim. O bir haqiqiy erkak. Oilada mas'uliyatchan dada. Ota-onasiga vafodor farzand. Sevimli Yolqin. Tilaydiganim shunchalik oddiy. Teximi aziz bo'lgin. Teximi qalb to'rimizda o'rin olgin. Baxtli oilangga ko'z tegmasin. Her vaqt sening ashundaq yumoristik chiroyingni ko'rib turish menga nisb bo'lsin. Undaq bo'lsa, karxanchilarimizningki bugungi unutulmaz aslimaga jo'r bo'lib his qilganlarni bir anglab boqgan bo'lsak, qani marhamat. Yolqinka. Xo'sh. Ada yaxshimisiz? Bugün naytı pek kızgılı kayacan bilen oltuduk. Şolda bundan başka Saqyar'da bir itot oynadınız. Şunu anlaplı men Saqyar'da markine koyalım 10 yıl olub kaldı şimdi. Koygan tem. Daha onun bu mu bir aslında koku mendiken go. Tülöktür sudik. Evet de koydum ben bu gapni. Rahmet. Sizlarga ko'p rahmat. Bizningki şirketimizningki her ikkalanlarga so'g'itimiz bor. Rahmat sizlarga. Rahmat. Siz şu ata-ananız bo'lgan mehr muhabbatınız, savaqdaşlarga bo'lgan mehr muhabbatınız, ailangiz bo'lgan mehr muhabbatınız bizga texmi bir xil aktiv energiya berdi hamda bu şu dünya mehr muhabbatidek güzel. Men Sanem şirketimizning hamda biz 19 yildan şu çaş mahsulotlar ishlab keldik ham izchilchi. Şunun bizning isil mahsulotlarimiz var. İşkinlar bir yuşdan soğat qolay. Çoqum özаңlar işletib bir fikir bergan bolsаңlar. Altın nerede olsa pakıraydı degендek, meyli siz atıştı bulun, yak örümçide bulun. Yani biz hazırdan tunulğan, meyli yaş kırgan çolpan süpütü de aldığımız durup siz. Biz Lokman Ekim sağlamlık mesajlarımızı işkinlarga soğat kısam. Hakikaten hayatınızda ait bir manalardan ötüptü. Kaygılarını, başında kıyınçıklarını, hoşallıkları aylandırıp degендek mi? Ondan ekranda şu adlarımızdan kesik begen bahalarını bek suyundum. Ben bu şundaq bir isil qalb bilan köklep keten bizim gül şirketimiz güzellik hem sağlam mesajı işlep çıkırdı. Halkımızdan yaxşı etiraf qilishga erishayotgan mas'ullar, mushu mas'ullardan sizlarga bir ishdan so'q qilman. Bu bir fursat bo'lsa, G'o'ljiga baga vaqtinglarda sizlarga bir unutilg'usiz bir qatimliq bir sayohatni o'rlashtirib bersam degan niyatda. Unutulmaz əslime. Başta programımızın şiir qo'shiqlari başlagan Yolqinka hamda oxirlashtirish vazifasini sizga beray. Oxirlashtirib bo'lgandan keyin sizning bir naqshingizni naq maydonda anglab, usullik bo'lsa usulga tushamiz. Mende vijdanda 3 kilo var, nakşıdan 62 kilo var degan gap yo'q. O menga qo'ymay qandaq naqsh angiz bo'lsa, sho'xmi, boshmi, igizmi, pakami, semizmi, urug'mi desangiz men xalq uchun mishada o'rlab beraman. Xotirjam bo'lar. Qo'shiq bilan oxirlashtiray. Zaman baksa zamanımızga bakmaganlar.
şərikti başqalarga yaqmağanlar, xalq üçün tamçı suça aqmağanlar, ravaj tapmaz atarısını baqmağanlar. Anda bo'lsa, baytımız o'tirib ketdik, futbol qolishib qoldi. O'zingiz shoq deb qoldingiz. Endi gerçi yosh cho'ng'igan bo'lsaqmi, birdam shoqlab baqamdiq. Shunday qilaylik. Şkaldi erikmiydi, çürüsü kırıkmıydı. Şkaldi erikmiydi, çürüsü kırıkmıydı. Mesela köyümüz şağıda ayalırım. Çırayım sırıkmıydı, oynayalırım oynam. Mesela köyümüz şağıda ayalırım. Çırayım sırıkmıydı, oynayalırım oynam. Erikçe yuh erikçe, üzüp oynaydı birlikte. Erikçe yuh erikçe, üzüp oynaydı birlikte. Sen balının derdide ayallarım, cakallıydı terikçe, oynayalırım oynam. Sen balının derdide ayallarım, cakallıydı terikçe, oynayalırım oynam. Erik beşida kuduk, kuduk beşida tuduk. Erik beşida kuduk, kuduk beşida tuduk. Siz oynaydı devanlap ayallarım. Biz mutlu kaç tuduk, oynayalırım oynam. Siz oynaydı devanlap ayallarım. Biz mutlu kaç tuduk, oynayalırım oynam. Başta tunuşkan çağda gülayım digen sizle. Başta tunuşkan çağda gülayım digen sizle. Düşman ayrı dedim ayallarım. Takdir ayrı de bizne, oynayalırım oynam. Düşman ayrı dedim ayallarım. Takdir ayrı de bizne, oynayalırım oynam. Takdir ayrı de bizne, oynayalırım oynam. Oynayalırım oynam. Unutulmaz əslime.